Assalomu alaykum rahmatulloh. Ukalar yaxshimisizlar? Ko'proq Matizi bor, Damasi bor ukalarimizga murojaat tushyapti. Sizlarni o'ylagan holatda bu videoni o'tkazib olmaslikka harakat qilinglar. Xitoy davlat ishlab chiqarilgan 75-70-13 ham bor, 65-70-13 ham bor. Yillar 2025 4 faslga moslagan. Bemalol 55 ming, 60 ming, 70 ming kilometr yurganlarni ham ko'rdik. Qishda qatib qolmaydi, yumshoqliklari ham yumshoq. Bir dona balonni atiga 275 ming so'mdan sotib olishlari mumkin. 4 ta 275 qo'shganimizda 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Ustonovka balansirovkalari bilan atiga 1 million 100 ming so'mga qo'ydirib ketishlari mumkin. Sizlar tushunamiz. Ko'proq damas akalarimiz, mas akalarimiz kira qilishyapti. Bag'am aytasiz, yutalmayapsizlar. Kelinglar, rabochiy balonni puliga 4 ta yangi balon xarid qilinglar. Bizga hech qanaqa shartlar kerak emas. Faqat obuna bo'lgan bo'lsalaring bo'ldi. Dastlabkamiz yo'q. Kelib, ustonovka balansirovkalarni qo'yib ketishlaring mumkin. Nimaga dastlabka yo'q? Nimaga berolmaysiz demoqchi bo'lgan ukalarimizga bizdan olib hamkasblarimizga foydalanib sotib ketishyapti. Ashuni oldin olgan maqsadda haqiqatan balondan qiynalgan ukalarimizga 4 ta balon 1 million 100 ming so'mdan bu videoda Damasi bor, Matizi bor ukalar jo'natib beringlar. Hammamizga manfaatli bo'ladi. Inshaalloh kimga qanaqa razmerlar bo'lsa kommentariyada yozib boringlar. Keyingi videomiz jentrachak ukalarimizga bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoda o'tkazib olmasdan kuzatib boringlar. Balon House'ga obuna bo'lib qo'yinglar.